Zo'r lokatsiyali joydan chiroyli bitta uchastka qo'yaman. Lokatsiyasi yo'qsa, yurakchani qizartirib qo'yamiz. Maktab uzoqmi? Yo'q, 1 minutlik yo'l. Bog'cha ham bor. Bog'cha ham bor, maktab ham bor shu yerda. Cho'rindidamiz. Bu tarafdan chiqsangiz maktab, bog'cha, siva, mashina bozorlarimiz ham bor, kuxnyalar bor, oshxonalar bor. Bu tarafdan chiqsangiz, bu tarafda ham shunaqangi mashina bozor, kuxnya, boshqa kiloli osh, hammasi Cho'rindining to'r ko'chasiga chiqasiz. Mana joyda mana 2 sotiqli yevro uchastka topib qo'yganmiz. Bittasini maydoni 2 sotiqdan. Общий betda 2 bo'lgani uchun 4 sotiq. Agar ikkovsini bitta qilib olaman degan bo'lsa, 44 ming kelishadigan joyi bor. Agar bittasini olaman desangiz, shu 22 ming dollar kelishadigan joyi bor. To'rtta xona prosta kosmetikasini o'zi qolgan. Shu og'ini qilib, rangini berib kirib yashaydigan holatda. Ikkita qo'shini bo'lgandan keyin garajga, boshqaga, mana shu yerda naves qilib turib, mashinangiz boshqangiz mana shu yerda turadigan qilsangiz, juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Mana shu letniy kuxnyalarni qilib, mana shu tashqarisiga, ichkarisida o'zi yaningizda o'ngda chapda 2ta xona, prosta перегородкасini qilish kerak bo'ldi. Mana masjiddan bitta перегородка uriladi, bitta xona bu yoqda, bitta xonasi bu yoqda bo'ladi. Mana ichkari narigi tarafga kirgizda ham o'sha betoni quyilgan перегородка bilan shu 2ta xona qilib olasiz. U tarafda ham 4 xonali yevro uchastka sizda bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomeri bemalol telefon qilib baraka qilsang bo'ladi. Gaz, suv, svet dokumentlarida muammo yo'q.